Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitayning yig'ilish lager tuzumi va irqiy qirg'inchilik siyosati sababli yillardan buyon bolalardan xabar olmayotgan Uyg'ur onalar ovozini dunyoga anglatish uchun 8 mart kuni Istanbuldan Anqaraga qarab yo'lga chiqib, 18 mart kuni oxirgi manzil Anqaraga yetib borgan onalar bolalarning izdirikini qilish yo'lida bir qator faoliyatlarni olib borgan va davomlashtirmoqda. 27 mart kuni Xitoy hukumatining to'sqinlik sababli bolalar haqida uchurga erishamay kelgan onalar Anqara ulus maydonida axborot e'lon qilish faoliyati olib borgan. Faoliyatga ko'p sonli yerlik axborot vositalari va Turkiyada turishliq chet ellik muxbirlar qatnashgan. Onalar axborot vositalarining ziyoratini qabul qilib, bolalar uchun kurash qilishdan to'xtab qolmaydiganligini, bolalar bilan qaytadan jam bo'g'icha adolat talab qilishdan voz kechmaydiganligini bildirgan. 22 mart kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ko'chmanlar sho'basining oldida axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazgan. 25 mart kuni bolalar haqida xabar olamayotgan Uyg'ur onalar Xitoy elchixonasiga berib Turkiyaga ziyoratga kelgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishishni talab qilgan. Hamda Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasining oldiga berib iltimoslarini topshirishga tirishgan bo'lsa-mu, elchixona tomonidan qabul qilinmagan va xavfsizlik xodimlarining to'sqinligi sababli elchixonaga yiqilish imkoniyati bo'lmagan. 27 mart elib berilgan axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'ur onalar Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rish talabini takror o'tirib qo'ygan. Xitoy hukumati bugungacha lager qurbonlari, yaqinlari va vositalik ziyonkashlikka uchragan kishilarning ko'rishish va dialog qurish taklifini rad qilib kelmoqda. Onalar axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy hukumatidan bolalarni darhol qo'yib berishni talab qilish bilan birlikda Turkiyani va turk xalqini zulmga sukut qilmaslikka chaqirgan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligining eng chong ziyonkashlikka uchrayotgan, oila judoligining qurbonlari bo'layotgan Turkiyadagi Uyg'ur sabiylari CNN televiziyasining ziyorat qilishi bilan texmo zo'r kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Muxbirlar ziyorat qilgan Uyg'ur o'smirlari har xil yoshda bo'lsa-mu, ammo ularning qismatlari asosan o'xshash. Hammasining ota-onalari har xil sabablar bilan Xitoy Kompartiyasi hukumatining lager sistemasiga qamalib qolgan. Hamda pasportlari musodara qilinib, hech yerga borolmas qilib qo'yilgan bo'lsa, ba'zilarining ota-onalari og'ir qamoqqa hukm qilingan. Yana ba'zilarining ota-onalarining o'lik tirikimi noma'lum holda turmoqda. Ana shu yo'sinda ota-onalardan kichiklar yetim qilishga majburlangan hamda urug' tuqqanlar bilan bo'lgan barliq aloqasi kesib tashlangan bu bolalarning ba'zilari hatto ota-onasining simosini asli emas bo'lib qolgan. Xalqaro kechirim tashkilotining Kanada, Avstraliya, Italiya, Gollandiya va Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni ziyorat qilish orqali tayyorlangan sakbor bo'lgan yurak, vayron bo'lgan hayot, zulm ayirib o'tgan Uyg'ur oilalarining qabohatli kechirim ishlari nomli doklati Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur farzandlarini ota-onasidan ayirganligi va ularni yetimxonalarga avatganligidek bir ochiq reallikni yo'ritib bergan. Mazkur doklat 19 mart kuni inglizcha, xitoycha va uyg'urcha 3 tilda tangli e'lon qilingan. Doklatda Xitoy zulmidan qochib boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning farzandlarini vatanida qoldirishga majbur bo'lganligi va ular bilan jam bo'lmaganligi o'tirib qo'yilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti bu doklatni Avstraliya, Kanada, Italiya, Gollandiya va Turkiyada yashayotgan Sharq Turkistondagi Xitoy zulmidan qochib chet elga chiqqan Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazib, egallagan ma'lumotlarga asosan tayyorlangan bo'lib, bu oilalarning farzandlarining atalmish yetimxonalarda tutib turilayotganligi bildirilib, ota-onasining roziligi bo'lmasdan yetimxonalarga avatilgan barliq Uyg'ur bolalarning qo'yib berilishini chaqiriq qilgan. Mazkur organ dokladida yana Xalqaro kechirim tashkiloti, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislari, mustaqil tadqiqotchilar va muxbirlarning Sharq Turkistonga shartsiz, to'solg'usiz, cheklimsiz kirish va tekshirishiga ruxsat qilishiga, Uyg'ur bolalarini oilasiga qaytarib berishga chaqirgan. Yaqinda butun yer sharqiga tarqalgan Xitoy virusi to'xtamay o'zgarib, yuqumchanligi ajallik xatari burunqidan dahshatli bo'lmoqda. Yangi tipdagi Xitoy virus yuqumining taraqqiyotga ko'rsatgan ta'siri qatorliq masalalarga qarata nurg'ulg'an xalqaro tashkilotlardan tarkib topgan vaksina birlashmasi dunyoning har qaysi joylaridagi 10 necha tibbiy mutaxassis bilan tekshirish yapgan. Mutaxassislarning ko'pinchisi insonlarning immunitetidan qachish iqtidoriga ega o'zgarishchan Xitoy virusiga qarshi turishga yordam berish uchun 1 yil ichida yangi vaksinani taraqqiy qildirish kerakligini bildirgan. Angliyaning muhofizat gazetining doklatiga asoslanganda Xalqaro kechirim tashkiloti, Xalqaro hukumatsiz taraqqiyot va qutqizish tashkiloti, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti AIDS programmasi va boshqa organlar qurgan Xalq vaksinasi ittifoqining doklatiga qaraganda, yaqinda dunyodagi 28 davlatdagi jami 77 tarqalishchan kasalliklar doktori, virusshunos va yuqumli kasalliklar mutaxassisi birlikda tekshirish yapgan bo'lib, bu mutaxassislarning 3 dan 2 qismidan ko'pragi kelgusi 1 yil ichida insonlar yangi vaksina emlash orqali Xitoy virusiga qarshi turish kerakligini bildirgan. Türk dünyasının ma'naviy rahbari Xo'ja Ahmad Yasavining jiyani va o'quvchisi Yusuf Ataga tava hujjatlar o'tirg'i chiqqan bo'lib, tarixiy qo'lyozmalar,
tamg'iliq hujjatlar va uzunligi 3,5 metr keladigan nasab shajarasi 13 asrda Yusuf ota tarafidan Chag'atay tilida yozilganligi aniqlangan. Xo'ja Ahmad Yasaviy jamiyatining Turkiston shahridagi uyida saqlangan bu hujjatlar Hazrati Sulton tarix va madaniyat qo'g'dash muzeyiga i'ona qilinib, hujjatda yozilgan mazmunlar boshqa ko'p tillarga tarjima qilindi ekan. Tarixiy hujjatlar avlodma-avlod davomlashib, Xo'ja Ahmad Yasaviyning jiyani Yusuf otaning navrilari tarafidan saqlanib kelingan ekan. Asrlar bo'yi maxfiy saqlab kelingan bu hujjatlar amdilikda o'tirg'i chiqarilgan. Yusuf otaning navrisi Saydolim Yo'ldoshev sobiq Sovet ittifoqi davrida bu hujjatlarni hech kimga ko'rsatmaganligini, u davrlarda bu xil hujjatni o'zlarining saqlayolmaydiganligini, na boshqalarga berolmaydiganligini, mazkur hujjatlarda Xo'ja Ahmad Yasaviyning o'quvchilarini mehmon qilgan chog'dagi dasturxonga qo'yilgan yemakliklarga doir ma'lumotlarni tafsiliy xotirlanganligini, amdilikda bo'lsa bu hujjatlarning oshkorlangan vaqtining kelganligini aytib, bu hujjatlarning Xo'ja Ahmad Yasaviy davriga oid muhim qarorlar, yer nomlari, chegara ma'lumotlari va kishilarning kundalik turmushiga aloqador tafsilotlarni o'z ichiga olgan ekan. Hazrat Sulton muzeyining direktori Nurbulat Ahmadjonov o'tirg'i chiqqan bu tarixiy hujjatlar muzey mutaxassislari tomonidan tekshirilib, ilgari ko'rilmagan yangi ma'lumotlarning o'tirg'i chiqishi mumkinligi, hujjatlarni qozoqcha tarjima qilib, kitob qilib nashr qilishni o'ylashayotganligini, Xo'ja Ahmad Yasaviy to'g'risidagi tadqiqotlarning davlat ichi va sirtida davom qiladiganligini ta'kidlagan. Keng qo'rsaqliq adovat ranjishlarni tugatib, kishilarni yaqinlashtiradigan, ko'ngillarga bahor optipini boshlaydigan, mehr-muhabbat orqali qalblarni illatadigan, raqibni do'stga aylantiradigan, inoqlik, shod-xuramlik ato qiladigan esil xislat. Hayotlik yo'li agar to'qay bo'lganda, kishilik munosabat nozuk ham murakkab bo'ladi. Odam yashash jarayonida har vaqt o'ng'ishsizlikqa, ko'ngilsizlik uchrab turadi. O'zaro munosabatda aloqa, ilm berim ishlarida, gap so'zda, berish kelishda, xizmat, turmush amaliyotida o'qishmaslik, surkilish, ixtilof, ranjishlardan xoli bo'lmaydi. Hatto adovat, ziddiyat, o'chmanlik paydo qiladigan ishlarmi yuz berib turadi. Bundaq ahvolda so'g'uqqon, salmoq, apuchan, keng qo'rsoq bo'lganda normal munosabatni asli keltirgil bo'ladi. Hatto keng qo'rsoqlikning sehr kuchi va mehri bilan raqiblarmi yaqin do'stlarga aylandi. Ajdodlarimiz bir kunlik adovatda 100 yillik azob bor degan hikmatli so'z orqali kishilarni apuchan, keng qo'rsoq bo'lishga, sig'dirg'il bo'ladiganligi ishlarni sig'dirishga, adovat tog'larini yuvib, ko'ngil ozodligi bilan xushal-xuram yashashga undab kelgan. Ziddiyat, surkilishlarni azaytish va pasaytishning kishilik munosabatni tangshab normallashtirishning, ochiqni yengib g'azabni besishning unumli usullarining biri keng qo'rsoq apuchan bo'lishdir. Bu ojizlik, ilojsizlik va bo'zak bo'lganlik bo'lmasdan, balki bir xil munosabat san'ati, olijanoblik, mardlik, axloq va hurmat ishigini ichish hisoblandi. Ko'pincha kishi gumonxo'rlikdan iborat xarakterdan mustasno emas. Ammo gumon hamisha amaliyot bilan birdek bo'lmay qoladi. Kishilar turli tuman gumonlar tufayli o'z-o'zini bearam qiladi xolos. Shunga fikr almashtirish fursati bo'lsa, hamma gapni aniq aytish, o'rinsiz gumondan saqlanish kerak. Nurg'un vaqtlarda kishilar o'z yolg'iz yosh to'kish, azoblanish, hatto g'azablanishga roziki, hammani aniq aytishni xohlamaydi. Amaliyotda o'rinsiz gumon ziddiyatni ulg'aytidiki, hargiz pasaytmaydi. U hargizmo masala hal qilish usuli bo'lolmaydi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.